Assalomu alaykum Metan Propan uz obunachilari. Bugungi so'yimiz 1-avgust 2026-yilga. Ko'pchilik videolarimizda so'radi, Shinarey mashinasi endi xalq bo'lib, mana ommabop mashina bo'lib qoldi. Bu mashinamiz yuk tashishga juda udobniy. Mana shu mashinamiz haqida ko'proq informatsiya so'rashdi klientlarimiz. Ko'pchilik bir 90%, pashti 90-95% odam metan uстановка qilyapti. Metan uстановкасы qanaqa joylashtiriladi, nechtalik balon joylashtiriladi, necha pulga chiqadi, qanaqa zapchastlar qo'yiladi. Tak, ikkita Shinarey mashinasi olib qolganmiz. Bu ikkala mashinamiz ham Qashqadaryodan kelgan. Nomerlarni ko'rsatib qo'ysangiz. Qashqadaryodan kelgan. Bu mashinamizga bittasiga bitta 100 talik, bitta 65 talik metan uстановка qilib berdik. 10 qo'ltig'iga bitta 100 litrlik uzun balon joylashtirib berdik. Qo'llarni teshmagan holatda, akkuratniy holatda joylashtirib berdik. Poloboro sharik sistema kreyniklari bilan 100 talik uzun balon 2026-yil ishlab chiqarilgan Vikor balonlarini uстановка qilib berdik, akkuratniy holatda. Oldi qismiga 4-pokoleniya uстановка qilib berdik. Tak, hozir zapchastlarni ko'rsatamiz bitta-bitta. Tak, Stak firmadan W01 farsonga qo'yilgan, Basiko 24 ga 4 blok upravleniya qo'yildi. Tak, hozir yoqdan miyalarini ham ko'rsatib o'ramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, necha pulga tushganini ham polностью aytib o'tamiz. Bu yoqda yana bitta 65 balon joylashtirib berdik. Bakini примерно 30 sm perekit qildik bu tarafga. Ko'pchilik Shinarey minganlar biladi, o'zi baki sal o'rtaroq joylashib turgan bo'ladi, sal beriroqda joylashib turgan bo'ladi. Buni bir примерно 30 sm bu yoqqa ko'chirdik. Bu joyda 65 talikka joy ochib, zapravkadan yevro qilib, akkuratniy holatda pol teshmagan holatda qo'yib berdik. Tak, Yevropa gaz brendidan Basiko 24 ga 4 blok upravleniya qo'yib berdik. Bu mashinamiz 100% gaz dozda yuradi, oddiy atmosferli motor. AT12 reduktor qo'yib berdik. Yevropa gazdan Basiko 24 ga 4 blok upravleniya qo'yib berdik. 03 datchiklari bilan pul chatirlarini bu yerga joylashtirdik. Ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamizga bitta 65 talik, bitta 100 talik uстановкamiz narxi 7.800.000 so'mga tushdi. Bu yoqda ikkita 100 uzun gaz balon qo'yib berdik, ikkita 100 talik gaz balon. Bu yerga ham xuddi o'sha klient xohishiga bog'liq qo'llarni xohlasa teshib, xohlasa teshmasdan uстановка qilib beramiz. Tak, beda press 25.000 deydigan joyi bo'lyapti mana. Qo'lni teshgan holatda chekasiga ugonliklari bilan uстановка qilib berdik. U tarafiga ham, u yoniga ham. U yoniga ham yana bitta 100 talik uzun balon joylashtirib berdik. Zapravkalarni tashqariga akkuratniy holatda o'rnatib berganmiz. Poloboro sharik sistema kraynik. Tak, 100 talik uzun. Buni polini teshib qo'yib berganmiz, klient xohishiga binoan. Oldi qismiga xuddi o'sha Basiko 24 ga 4 blok upravleniya, tak, W01 farsonka, AT12 reduktorlari bilan uстановка qilib berdik, 03 datchiklari bilan. Bu mashinamizga uстановкamiz narxi 8.800.000 so'mga tushdi. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, sifatli, arzon, obuna bo'lib, like bosib qo'ysalaringiz, xudo xolasa bundan ham arzonroq qilib berishga harakat qilamiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib kelishlaringiz mumkin. Yana bitta gap o'rtoqlar, savollar bo'lsa, yana qanaqa mashina haqida obzor qilishimizni xohlasalaringiz, pastda kommentariyada qoldirsalaringiz, именно o'sha mashina haqida полностью informatsiya berib tushuntirib o'tishga harakat qilamiz.